Qizlar jonlar, mana bugungi menyumiz shu bo'ldi. Mana yaqindan ko'rsataman. Guruch, ozgina salat, oddiygina brokoli, baliqni xohlagan turidan qilsangiz bo'ladi. Assalomu alaykum kanalim a'zolari, yaxshimisizlar? Bizning kunimiz shunday boshlandi. Kichkintoyni ko'chaga jo'natib yuboryapman. Soat 11. Hali o'zim nonushta qilmadim. Hammani nonushtasini qildirib, jo'natib, onasi keyin o'tiradi. Hozir opasi ko'chaga olib chiqib ketmoqchi. Paka qizim. Paka. Xayr. Yaxshi boring. Mama? Xayr. Kirim o'chibdi. Sochiqlarimizni olamiz endi. Orada o'g'limni maktabga jo'natdim. Dazmol qilinadigan kiyimlarni dazmol qildim. Xullas, yosh bolasi bor uyda, ona shunaqa ekan. Nonushta nimaligini, ovqatlanish nimaligini unutib qo'yadi. Endi qolgan sochiqlarni solishim kerak. Qolgan sochiqlarni ham tiqaman. Kichkintoyimkini har safar alohida yuvaman. Nimaga bilmayman. Tiqib yuborsam bo'ladi. Nimagadir alohida yuvaman kichkintoyimkini. Hozir bu ikkita kattamiki. Bo'ldi, endi kirlarni ilamiz. Endi sochiqlarimni yuvganimdan keyin nargilarni ilib qo'yaman. Tozalarni ilib qo'yaman. Har safar chiroyli qilib ilaman. Bir kunga qarasangiz o'sha yana shu ahvol bo'ladi. Yana tutilgan. Chiroyli qilib ayollar harakat qiladi, keyin yana erkaklar, bolalar kelgandan keyin yana hamma joy bardak bo'lib ketadi. Xullas, har juma odat bo'lgan menga shunaqa sochiqlarimni yuvaman, tozalarni ilaman, podezlarimni yuvaman. Bir xilda qizim yordam beradi podezlarni yuvishga. Kecha yig'latadigan serial ko'rganmidim, bilmayman. Ham kechasi kech uxladim, quloqlarim ishib ketibdi. O'zi oynaga qarabman endi. Endi zavtrakda. Endi o'zim uchun nonushta tayyorlayman. Bitta tuxumga tuz qo'shamiz kamgina. Tovoni qo'yamiz. Ozgina nomiga olivka yog'idan yopishib qolmasligi uchun. Birinchi ko'rinishda qilib, lavash xamiri. Pomidor teraman. Ozgina iceberg karamidan. Va ustiga sir. O'zim uchun vaqt shuni ajrataman. Baribir emizukli ona o'ziga ham qarash kerak. Bola har doim injiqlanadi, yig'laydi. Nailoj, hamma bola shunaqa. O'zim uchun kech bo'lsa ham obed bo'lib ketadimi, nechi bo'ladi? O'zim uchun yaxshi vaqt ajrataman. O'zi to'g'ri ovqatlanishdaman. To'g'ri ovqatlanishni tez qilib turaman. Sar behisob qolsam, 2-3 kunlar behisob qolsam, srazi qilaman. 4 yildan beri to'g'ri ovqatlanish qilaman. Juda yaxshi. Oilaviy o'sha o'rgatib ham qo'ydim. Shunaqa chiroyli taomlar tayyorlaganimda o'zimga. Uydagilarim ham, ayniqsa turmush o'rtog'im boy, bu restoranskiymi deb gapirganlaridan keyin o'zlari ham o'sha taomlarga o'rganishdi, o'rgatib qo'ydim. Tayyor bo'ldi mana. Endi
kofe damlaymiz yoniga. Kesamiz qizlar. Shunday qilib chiroyli qilib yoniga yana iceberg karam, bodring и ko'kat. Ko'kat juda ko'p bo'lish kerak. Ko'kat 3 dona foydali yog' olivka qo'ydim. Olivka bilan qovurdim, ko'rgan bo'lsalaring. И shuni yegim kelib ketdi. Следующий sir qo'shdim-u, lekin yegim kelib ketdi. O'zim uchun shunaqa zavtrak. Endi kofechani damlaymiz. Achchiqqina shakarsiz kofem. Achchiq kofem va o'zim uchun tayyorlagan nonushtam. Endi qizlar o'tirib ovqatlanamiz. Bismillah. Papada bo'lganim uchun achchiq kofeni o'zim ichyapman. Oldin shokolad bilan ichardim. Shakar qo'shmasdim lekin azaldan. Hozir papadaman. Endi ovqatlanib olamiz. Tinchlikda ovqatlanish qanday maza qizlar. Bismillah. Qaraydigan odamingiz bo'lsa, maza, qaraydigan odamingiz bo'lmasa qiyin yosh bolaga. Yaxshi ham kattasi qiz bo'lgan ekan. Qizimni tug'ib qo'ygan ekanman. Obchasi qaraydi har safar. Shunaqa gaplar qizlar. Papada bo'lsangiz o'zingiz uchun juda ko'p vaqt ketadi, ajratishingiz kerak, qiyin. Ayniqsa qaynona bilan turadigan ayollarga papada juda qiyin. Tushunadigan bor, tushunmaydigan bor. Papada ko'proq o'zingizga vaqt ajratasiz-da. Shunisi bor, uydagilaringiz boshqa narsa yeydi, siz boshqa narsa yeysiz. Men lekin asta-asta uydagilarni o'rgatib oldim, chunki 4 yildan beri shu narsa bo'yicha zavtrak tayyorlayapman. Katta farzandlarim juda ham kolbasaga, sosiskaga o'rganib qolishgandi. O'shaning uchun yomonligini bilamiz-ku, ziyonligini. O'shaning uchun tabiiy mahsulotlardan zavtraklar, nonushta tayyorlashga harakat qildim va o'rgatib oldim. O'g'lim umuman yemasdi, tvorogni og'ziga solmasdi. O'rgatib oldim. O'zi aslida papada ovqatlanib bo'lganingizdan keyin kofeni ichish kerak. Bugun nimagadir yomon ochqab ketdim. Ishlarim ko'payib ketganiga ertalabdan kir soldim, dazmol qildim. Uydagilarga hammasiga zavtrak qildim. Turmush o'rtog'imni jo'natdim ishga. O'g'limni jo'natdim maktabga. Qizim obeddan keyin qizimga endi ketib olguncha zavtragimni qilib, nonushtamni qilib, keyin kichkintoyimga hozir ovqat solib qo'yaman. Keyin uydagilarga ovqat solishga harakat qilaman. Endi kichkintoyimga zavtrak tayyorlab olaman. Omlet tayyorlamoqchiman. Endi yaqinlashtirib ko'rsataman nimalar solganimni. Bitta tuxum, ozgina sir va pomidorni po'stlog'ini archib, kubikcha qilib to'g'rab oldim. Ozgina ko'kat. Qizalog'imni nonushtasiga tuz qo'shmayman. Hozir sirda ham o'zi tuzi bor. 1,5 yosh bo'lsa ham hali tuzli uncha narsa bermayman. Tuzsiz ovqatlarga salgina qo'shib berishim mumkin. Haligacha o'ziga alohida ovqat tayyorlayman. U ovqatini uncha bermayman. U ovqatini yegan bola, tuzli mazali ovqat yegan bola yemay qo'yadi. Bu zavtraklarni, nonushtalarni ruschada qo'shib gapirdim o'zi ham. Ozgina olivka yog'da yoki gihi yog'ida pishirib olish kerak. Ozgina yog' yoqamiz. Juda past olovda pishirish kerak. Bolanikini 1 yoshgacha qovurilgan ovqatlar mumkin emas bolaga. Arqa fonda e'tibor bermaysizlar. Qizim shunaqa qo'shiqchi katta qizim. Ashla aytib beradi senchasiga.
Endi omlet solamiz. Voy, uzr. Bu yoqda tvorog solmabman. Tvorog solardim har safar. Bir qoshiq tvorog ham qo'shib yuboraman. Foydali, juda foydali, mazali, to'yimli ham. Bu omletimiz. Solaman, maza qilib yeb oladi. Hozir uyqusi ham kelib qolgan, yedi-yu uxlaydi. Bir mahal uxlatishga harakat qilyapman, lekin bir xilda bo'lmayapti. Ikki mahal uxlab olyapti baribir. Kichkina hali. Ikki mahal uxlatsam dodimni beryapti. Past olovga krishkasini yopib, qopqog'ini yopib, ruscha qo'shib gapirib yuboryapman, uzr. Sr davrida kichkina bo'lib katta bo'lganlar shunaqa ruscha qo'shib ko'p gapiradi shekilli. Xullas, past olovda dimlab pishirib olamiz. Kichkintoyim keldilar ko'chadan, ko'ryapsizlarmi? Kofemni yarmi qolib ketdi, icha olmadim. Endi bu kichkintoyga zavtrak tayyorlab bo'ldik. Nonushta. Nonushtamiz faqat issiq. Qizim to'xta, mana bu to'rq tarafini yeb tur. Bu issiqroq. Bu jingalagimiz endi ovqatlanadi. To'rqni yaxshi ko'radi qizlar. O'rgatdim. Kichkinaligidan shu katta farzandlarim to'rqni rosa tanlagani uchun bunga o'rgatdim. Ko'p narsani o'rgatdim. Oldidagi osh qo'riqchasini olib bering. Oq kiyimda ozda dala qiladi bu qizcha. Kichkintoyim biz bilan o'tirib ovqatlanishga rosa ham o'rgangan. O'zini stulchasida nimagadir o'tirmayapti. Ayaz qolgan kofesini sovuqqina holda ichyapti. Xullas shunaqa qizlar. Yosh bola bilan kun shunday o'tadi. Kadr ortida har safar bolasi yuvosh ko'rinadi hammani. Blogerlarda yosh bolasi bor blogerlar, lekin juda qiyin kadr ortida. O'zi yeyapti, mana qorinchasi och bo'lgani uchun boya rosa yig'ladi. Bir nimalar berdik. Smes ichadi, 2 mahal smes ichadi, lekin ertalab kechqurun ichadi. Qolgan payti emadi. Yana qolgan payti men bu qizchaga 3 mahal, 4 mahal ovqat qilib beraman. Issiqmi? Fuf qilamiz. Fuf qil qizim. Uzoqdan fuf qiladi. Ular shunaqa qizlar. Endi ovqatlantirib, uxlatib, obchasini jo'natamiz, ovqat qilishni boshlaymiz. Ikkinchi ovqatni boshlaymiz. Qizalog'im kamgina o'ynab turganda ishlarimni qilib olaman. Ovqatni boshlashim kerak tezda. Bu ham 5 minut, 10 minut o'ynaydi uzog'i. Oldimga borib oladi. Akasi kelguncha bir narsa qilib ovqatni boshlashim kerak tezda. Akasi keladi, keyin akasi qarab turadi. Endi qizlar guruch qo'yamiz. 2 piyola guruch ishlataman har safar. Yuvamiz buni. Qizlar, multivarkamda молочная kasha degan funksiyasi bor. O'shanga qo'yaman. 35 minutda pishadi. Keyin qizlar, guruch o'zi PPda mumkin emas. Bizning o'zbek dietologlarimiz ruxsat bermaydi guruchga, kartoshkaga ruxsat bermaydi. Lekin rus blogerlarda ham o'qiganman. Ularda guruch, даже qaynatilgan kartoshkalar mumkin. Bir haftada bir, o'zbeklarda bir haftada bir guruchli, xamirli ovqat yesangiz bo'ladi deyiladi. Ruslarda esa xamirli ovqat yo'q. Endi biz o'zbeklarimiz ko'p osh, manti, somsa shunaqa narsalar yeyishadi. O'shaning uchun uydan kelib chiqqan holda uy ovqatini yesangiz, faqat obedda, peshinda yeganingiz yaxshiroq. Faqat uy ovqatingizdan 1 piyola. Agar osh, manti bo'ladigan bo'lsa, ratsioningizga bir haftada yoki 10 kunda bir yeng o'sha ovqatni. Qolgan kunlari lekin unaqa og'ir ovqat yemang. Guruchni yuvib oldim. Endi suv solaman. 2 piyola guruchga 3 piyola suv soldim. Multivarkada pishiraman. Multivarkasiz tovada pishirishni ham ko'rsataman. 1 choy qoshiqda tuz, 2 qoshiq olivka yog'i. Multivarkamni молочная kasha funksiyasiga qo'ydim. Sizda multivarka bo'lmasa, alohida qozonchada
pishirsangiz bo'ladi. Uni ham ko'rsataman biron kun. Keyin bizni dietologlarimiz qarshi guruch semirtiradi deydi. Rostdan semirtiradi, lekin me'yorida yilsa kamgina yeyman. Bizni uyimizda ko'p guruch yeyilgani uchun guruch qo'yaman. Lekin ayni ozish paytingizda grechka, bulgur yeb turganingiz yaxshiroq. Guruch kamroq yeyish kerak iloji boricha. Bu yerda kartoshka qaynatyapman hozir duxovkaga tiqish uchun. Hozir pishib qoldi. Ungacha qizalog'imni kiyimchalarni ishqalab kir moshinaga tiqib keldim. Pishib qoladi hozir. Qizlar, hozir mana 35 ga qo'ygan bo'lsam 20 minutda qizim ovqati ham pishadi-da tepasida. Hozir ikkita sosiska solib qo'yaman qizimga. Guruch ham pishadi, sosiskasi ham pishadi bolam. Ajonim. Brokoli solaman qaynatgani qizlar. 5 minut qaynatib olaman. Qizlar, baliq, qizil baliq, oddiy baliq qilsangiz ham bo'ladi. Brokolini 4-5 minut qaynatib oldim. Limon kesdim, pomidor bir dona, xohlasangiz suvli bo'lsin desangiz ikkita qiling. Kartoshkani qaynatib, keyin solaman, yumshoq bo'lib pishadi. Bu baliq tez pishgani uchun kartoshkani doim qaynatib olaman. Ozgina murch, keyin ozgina tuz, shoshyapman, rosa ham o'zi turmush o'rtog'im kiboryapman deganlariga tez pishadi bu baliq. Qolgan narsalar pishgan. Folgani yopaman-da duxovkaga tiqaman. Ozgina olivka yog'idan sovoraman. Qizlar, folga bilan yopib oldim. Endi duxovkaga tiqib pishirib olaman. Bu yerda mana qizimning sosiskasi pishdi. Tagida guruch ham pishdi. Oddiy karam boshladim salatini. Sabzini qirg'ichdan chiqarib oldim. Ikkita sabzini, yarimta karamni mayda to'g'rab oldim. Endi tuz qo'shib karamni ezib o'ldirib olamiz. Kamina dam olib turadi. Ungacha bodring to'g'raymiz, chesnok to'g'raymiz, ko'katlar to'g'raymiz. Oxirida yog'ni qizdirib qo'yib yuboraman. Xohishingizga ko'ra murch, achchiqroq qilsangiz agar solsangiz bo'ladi. Keyin men anaqa o'rniga, uksus o'rniga limon suvi solaman har doim, chunki uksusga oshqozonim og'riydi. O'shaning uchun limon suvi ishlataman. Shu qilib o'ldiramizda olib qo'yamiz. Bodring to'g'rab oldim. Bu yerda 4 dona bodring bor. Chesnok maydalab oldim. Ozgina mana ko'kat qizlar. Ukrop bilan kashnich bor bu yerda. Limon suvi siqoramiz qizlar. Shunaqa limon suvi ishlataman. Issiq yog'da sovoramiz. Ozgina murch seforyapman. Endi aralashtiramiz qizlar. Oddiygina karam salatimiz tayyor bo'ldi qizlar. Ovqatimiz pishsa, hammasini chiroyli qilib tortamiz, bo'ldi. Go'zallarim, balig'imiz ham pishib chiqdi. Nimaga bu qizarmayapti deyman. 2 xil baliq qo'yganim umuman esimda yo'q. Bu losos balig'i, bu sazanmi, shunaqa baliq edi. Muzlatgandim, yaxshi qaramabman to'g'risi. 2 xil baliq solib qo'ygan ekanman. 1 soatdan o'tdi, nimaga pishmaydi deyman. Xullas 2 xil baliq qo'ygan ekanman go'zallarim, pishdi. Endi dasturxonga tortamiz buni. Go'zallarim, bugungi menyumiz guruchni kamroq yeyish kerak. Guruch mumkin emas BPda bo'lsa. Kichkintoyim ovqatda. Qizlar jonlar, mana bugungi menyumiz shu bo'ldi mana. Yaqindan ko'rsataman. Guruch, ozgina salat, oddiygina brokoli, baliq. Baliqni xohlagan turidan qilsangiz bo'ladi.